Vengriyaga o'qishga kelmoqchimisiz? Bu ilovalarni telefoningizga oldindan yuklab oling. Sizga doim kerak bo'ladigan ilovalar bular Budapest Go va Mav yoki Mav Plus. Budapest Go ilovasi orqali siz avtobus transportlar uchun marshrut, tiket, paslar olishingiz mumkin. Mav Plus ilovasi orqali siz Vengriya bo'ylab poyezd va boshqa chiptalarni ko'rishingiz mumkin. Keyingisi Google Maps. Bu ham sizga har kuni Vengriya va undan boshqa shaharlarda kerak bo'ladi. Bu yerlarda Yandex ishlamaydi. Revolut ilovasi. Bu bank ilovasi orqali siz pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz, valyuta ayirboshlanishingiz va Yevropa bo'ylab to'lovlar amalga oshirish uchun. Facebook. Bu kundalik hayotingizda sizga kerak bo'ladigan ilovalardan biri. Bu ilova orqali siz uy-joy arenda topishingiz yoki siz Facebookdagi marketplace orqali second hand buyumlarini sotib olishingiz va sotishingiz mumkin. Google Translator. Siz u yerda ingliz, o'zbek va vengr tillarini offline tarzda ham ishlatishingiz mumkin. Bu albatta sizga birinchi kelganingizda juda ham as qotadi. Va oxirgisi bu Volt va Foodora. Volt bu ovqat va juda ko'plab narsalarni buyurtma qilish uchun. Foodora bu Vengriyadagi mashhur taom buyurtma qiluvchi ilovalardan biri. Lekin taomlar qimmatligidan hayron qolmang. Bularning barchasini saqlab qo'ying. Men keyinchalik sizlarga Student Bob ilovalarini ham tanishtirib o'taman.